aytganimdek mana bu joy momolar ko'z yoshi deylarkan, bu qayerdan kelishini hech kim bilmasdan har yil xuddi mana shunday o'simlik o'sib ham ketmasdan и kalta ham bo'lmasdan xuddi shu turishda turarkan. Bu Allohning mo'jizasi. Mana bu oqib turgan suvlar esa shifo baxsh ekan. Hozir akamiz bilan gaplashib qoldim. Oshqozon, o'pka kasalliklariga shifo baxsh dedilar. Odamlar bakteriyasiga olib aytganimdek mana bu joy momolar ko'z yoshi deylarkan, bu qayerdan kelishini hech kim bilmasdan har yil xuddi mana shunday o'simlik o'sib ham ketmasdan и kalta ham bo'lmasdan xuddi shu turishda turarkan. Bu Allohning mo'jizasi. Mana bu oqib turgan suvlar esa shifo baxsh ekan. Hozir akamiz bilan gaplashib qoldim. Oshqozon, o'pka kasalliklariga shifo baxsh dedilar. Odamlar bakteriyasiga olib